Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ertaga 23-iyun kuni O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da Jahon chempionati ikkinchi turdan o'rin olgan O'zbekiston hamda Portugaliya milliy terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanadi. Portugaliya terma jamoasi himoyachisi Diogo Dalot O'zbekistonga qarshi o'yin haqida o'z fikrlarini bildirdi. Eng muhimi g'alaba qozonish. Ishonchli bo'ladimi yoki yo'qmi? G'alabaning nomi g'alaba. Guruhdan chiqish uchun faqat 3 ta o'yin bor va har bir ochko juda qadrli. O'zbekistonning Jahon chempionatidagi birinchi o'yinini kuzatdik. Ular juda kurashuvchan va agressiv terma jamoa ekan. O'yinchilarning yakka kurashlardagi mahorati yuqori. Shuning uchun oson o'yin kutmayapmiz. Kongo bilan o'yindagi kabi ular bizga ham qiyinchilik tug'dirishi aniq. Ammo bizning vazifamiz yechim topish va g'alaba qozonish. Bu bizning asosiy maqsadimiz. O'zbekistonning 5 ta himoyachi bilan o'ynashiga kelsak, chuqur himoyalanadigan jamoaga qarshi o'ynash doim qiyin. Ayniqsa raqib zich himoya chizig'ini shakllantirganda bo'shliqlarni topish oson emas. Birinchi o'yindagi xatolarimizdan biri ham shu bo'ldiki, markazda tezkor yechimlarni topa olmadik. Endilikda biz tayyor reja bilan birgalikda o'yin davomida vaziyatga qarab moslasha olishni ham o'rganishimiz kerak. Raqibning himoyaviy uslubi qanchalik agressiv bo'lmasin, bizda to'siqni yorib o'tish va g'alaba qozonish uchun yetarli salohiyat va sifatli futbolchilar borligiga ishonaman, dedi 27 yoshli Manchester United himoyachisi Diogo Dalot. Portugaliya terma jamoasining yana bir asosiy himoyachisi Ruben Dias ham O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirdi. Biz doim o'z tamoyillarimizga sodiq qolamiz. To'p nazorati va to'g'ri pozitsiyalarni tanlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bizda kerakli paytda individual mahoratini namoyish etib, butun himoyani yorib o'ta oladigan yuqori saviyali futbolchilar bor, dedi 29 yoshli Manchester City'dagi Abduqodir Husanovning sherigi Ruben Dias. Angliya milliy terma jamoasi hamda Real Madrid, Manchester United va Liverpool klublarining sobiq hujumchisi Michael Owen ham O'zbekiston va Portugaliya to'qnashuvi yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Portugaliyaning birinchi o'yinidan oldin Lionel Messining Argentina o'yinida 3 ta gol urgani ham Ronaldoni gol urishga ilhomlantira olmadi. Bu holatni qabul qilish unga oson bo'lmadi. Lekin men Ronaldoga bo'layotgan tanqidlarga qo'shilmayman. Axir Cristiano doim shunday bo'lmaganmi? Ayniqsa so'nggi yillarda u hech qachon jamoaviy o'yinga juda faol qo'shilmagan. Ammo hal qiluvchi paytlarda maydondagi vaziyatni butunlay o'zgartira olgan. Ronaldo gol urmaganida hamma narsada uni ayblash juda oson. Lekin keyingi o'yinning o'zidayoq u tanqidchilarning ovozini o'chirgan holat necha marta bo'lgan. O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldo hat-trick qayd etsa, bunga umuman ajablanmayman, dedi Michael Owen Goal nashriga bergan intervyusida.